Aziz kuzatuvchilar, bugun sizlar bilan dekorativniy bolsha tikamiz. Biz uchun kerak bo'ladi 2 xil mato, mana shunaqa kantlar, chiroyli bezaklar, zamoklar, metr, asosiysi qaychi, mil kerak bo'ladi. Demak, ishni boshladik. Endi materialimizni aniq razmerga solish uchun ikkiga to'plab olamiz. Отделкасы uchun materialimizni ham ikkiga bo'lib chiziq chiqarib bo'lib olamiz. Endi bularni bu kleyka bilan chiroyli qilib yopishtirib olamiz. Ishimiz sifatli chiqishi uchun. Mana shu 3 santimetrda tikib chiqamiz. Mana shu bezaklarimizni chiroyli qilib tekis qilib yopishtirib chiqamiz. Endi bularni mashinaga olib tikishni boshlaymiz. 3 santimetr qilib qo'yib tikamiz. Ana shu gullarni bittadan tikib chiqamiz. Endi kantlarni tikib chiqamiz. Xo'li burilib olamiz. Sal kesib chiqsak, chiroqlarimiz chiroyli buriladi. Tugagan joyga mana shunaqa qilib ikkita kantni o'rtasini yopish uchun o'zil materialdan mana shu qo'yamiz. Orqasini mana shunaqa ko'tarib chiqdik. Zamokni qo'yib olamiz. Zamogimizni qo'yib chiqib olamiz. Qora zamok yo'q ekan, oq zamok qo'ydik, lekin bu mobil qopqog'i yopib, oq zamok qo'ymog'imizni qo'yib qo'ydik. Polishimiz tayyor bo'ldi. Endi ko'ramiz. Atiringiz hidi har tomonga taraladi. Nozingiz yuragimni yaraladi. Ay jana, nima hunaringiz bor yana? O koroleva udama, janna, o ismlari ham aytsa.